Assalomu alaykum aziz obunachilarim va kanalim mehmonlari. Bugun men sizlarga mana bunday ajoyib paxtalarni to'qishni o'rgatmoqchiman. Bu plyush ipidan to'qilgan, bular esa oddiy akril iplaridan to'qilgan. Bularni HBlardan ham to'qisa bo'ladi, ya'ni sostavi paxtadan iborat bo'lgan iplardan ham to'qisa bo'ladi. Значительно kichikroq chiqadi, to'g'risi bu o'rtacha razmer. Ko'zimizga mayda ko'rinishi mumkin, lekin paxta tolasidan qilingan iplardan to'qisangiz bundan ham kichkina chiqadi. Menga yoqqani mana bu plyush ipi bo'ldi. Men buni zakazga to'qiyotganim uchun buyurtma bergan odam ham bunaqasidan so'raganlari uchun hozir men sizlarga plyusha variantini ko'rsatib o'taman. Qani, ketdik. Ishimizni boshlashimiz uchun bizga zajigalka kerak bo'ladi. Buni ish davomida ko'rsatib o'taman nimaga ishlatishimni va krючок kerak bo'ladi. Men 4 raqamli krючокdan foydalandim. Agar juda ham bo'sh to'qisangiz 3,5 krючокdan ham foydalanishingiz mumkin. Qaychi kerak bo'ladi va jigarrang oq iplari kerak bo'ladi. Birinchi paxtani oq qismini to'qiymiz. Mana zajigalka nimaga kerak bo'lishini ko'rsatib o'taman. Menimcha buni birinchi marta ko'rsatmayapman. Agar YouTube kanalimda emas, Telegram kanalimda, gruppalarimdagi video darsliklarda ko'rsatib o'tganim aniq. YouTube kanalida eslolmadim. Ochib qarashim kerak, ko'rsatganmi yo'qmi. Ozgina puflab turib, keyin uchini bosasizlar. Yaxshiroq yopishishi uchun. Keyin bunday qilsangiz titilib ketmaydi. Shuning uchun zajigalka kerak bizga. Biz birinchi bitta petla qilib olamiz. Tagini tugun qilgan holda ikkita zanjir ko'tarilamiz. Va yana ikkita ko'tarilamiz. Bu bitta stolbegimizni belgilab beradi. Nakit olamiz va birinchi petlaga, krючокdan keyingi oxirgi petlaga kiramiz. Ipni uzunroq qilib tortamiz. Mana shu ahvolda. Hozir bizda mana bu tsepочкamiz, boyagi ikkita воздушный petlamiz, zanjirimiz, ya'ni bitta shunaqa ustunchani hisobiga kiradi va keyingi mana bu nakit, keyin mana bu ikkinchi hisoblanadi. Nakit olamiz, yana kirib chiqamiz, tortamiz. Bu uchinchi nakit, kirib chiqdik. To'rtinchi va oxirgi beshinchi. Keyin ipni ilib olib hammasidan olib chiqamiz. Olib chiqdik va ikkita zanjir ko'tarilamiz. Va xuddi shu joyni o'ziga, mana shu to'qib chiqargan joyimizga соединение qilib olamiz. Ya'ni bog'lash petlasi, ulash petlasi qanday nomlanishini o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Hamma har xil nom bilan ataydi. Keyin yana ikkita zanjir ko'tarilamiz. Nakit, bu zanjir birinchi ustuncha hisoblanadi. Ipni ilib olib chiqardik, tortamiz. Ikkita zanjirchamiz bilan bo'yi bir bo'lishi kerak. Bu ikkinchi ustuncha hisoblanadi. Yana kirib chiqamiz. 3 nakit, 4 nakit, 5.
hammasidan olib chiqdik va ikkita zanjir to'qiymiz va boyagi kirgan joyimizga yana kiramiz. Ipni ilib olib и сразу mana bu petladan ham chiqaramiz. Bizda hozircha ikkita yaproqchasi, bizda 5 ta bo'lishi kerak bu narsa. Yana 3 marta takrorlaymiz shu holatni. Agar kimda kim men bilan birgalashib to'qimoqchi bo'lsa, videoni o'tkazmasdan, tezlashtirmasdan to'qishi mumkin. Qolganlar tushunarli va tezroq videoni tezlashishini xohlashsa, yuqorida tezlashtiradigan knopkasi bor, o'shani bosib tezlashtirib yuborsanglar yoki o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Hozircha men shu videoni to'xtatmasdan to'qib ko'rsatmoqchiman. Ikkita zanjir qilib ulab oldik, yana ikkita zanjir ko'tarildik va 4-yaproqchamizni to'qiymiz. Mana hozircha yaproqchalarimiz 4 ta.